Assalamu alaikum tordaşlar. Bütün dünyadaki Uygurlar, bütün dünyadaki bizge destek olatkan qeyrindaşlarım, hammalarning ro'ziyeti muborak bo'lsin. Uyghur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Torlarda har xil filmlarni dedik, ko'rinishlarni ko'rdim. Bayroq chiqarish, masjidning oldidagi bayroq chiqarishlar. Anadaki siz qiziqayotgan shu Falastinlarniki chiqargan videolarga selishtirdim. Osmon zamin farq bor. O'ylab beqinglar, bizning o'zimizning dadi yetib boshidi, boshqalarga ko'ngil bo'lgidek ozroq maqdirimiz yo'q deb o'ylayman. Agarda ahli shu joyda adam mushuni o'ylab boqadi. Yana birsi, mushu ro'z Ramazonda fitrni bo'lsin, yoki zakotlarni bo'lsin, şu milletimizden öğrü turib ketişiga, özünün küçüğü tayinib işleş imkaniyetini yaratish uchun tirishchilik ko'rsatgan, ko'ngil bo'lgan, yordam qo'lini sungan qarindoshlarga rahmatimni bildiraman. Ham shularningmi, shu yordamga erishgan qarindoshlarningmi rahmatlarini mishada bildirib qo'ymoqchi. Rahmat sizlarga. Dünya sizler bilen güzel dep oylayman. Uygur'unki teşhidi çilemçilik yaşaşı biz üçün bir nomus, hakaret dep bilgenliginler üçün Uygur'un keynidin yüleş getirişiyotganlarga hemmanlarga rahmet. Uygur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin dep qoppudu. Millatni so'ysangiz keynidin iştiring, o'ziga tayansın. Turg'izayli o'rnidan. Vatan deb chiqayli, rahmat sizlarga.